Volt maşinimiz 186.980 bo'lib turibdi, pashi 87. Noldan o'zimiz qarabmiz. O'tgan safar videosini chiqargan vaqtda ko'pchilik ishongan yo'q edi. Hozir iyasining o'zidan ko'rsatamiz mana. 27, 5000 ga 27. Undagiz. 52. 52dagi kelgan. Keyin 74 kelgan. 94. 94da kelgan. 119. Keyin 119 da kelgan. Hamma vaqt Castrol DX2 mayında 530 da yuribdi. Mana. Samoda 137 mi? Arası sel qisqaroq bo'lib ketdi. Yani shu yerda sal qisqaroq bo'lib ketibdi. Nuna bir narsa qisqa bo'ldi bu. Bir narsa Keyin mana shu 62. 62da. 187. 180 hozir yozib berdik. Mana o'tgan zamonlar bilan oralig'i mana 62 da kelgan, 82 yozib berganmiz. Hozir almashtirib yozib berdik. 87. Shunda 25000 kilometr. 20 kilometr ekan. Hamma vaqt ana shu moyda yuribdi birat. Mana o'zi. Xizmatlarga yo'q, ishga yo'q. Mayga o'shunga. Bu birat Toshkent Sankada bo'ladi. Ishonmaganlar borib ko'rsangiz bo'ladi. Ana shu moyda yuribdi birat. Castrol Magnetic 530 DX2 Dexus 2 moyinda. 25 dan kam haydab turib qo'yib boshlashdi. Hammasini plyus minusini olib 25 ga chot berib turibdi. Keyin rozыгрышga hozir 34-chi yoziladi. Rozыгрышimiz davom etib turibdi. Kelasizlar, mayda almashisizlar. Bir video qo'shib bersangizlar bo'ldi. Ishtirokchi bo'lib turaverasizlar. Podarkalarimiz zo'r.